Demak, fizika fanidan DTMga tayyorlov loyihasining navbatdagi soni. Bugun sizlar bilan 2025-yil 14-iyul savollari bilan tanishib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi savoldan boshlaymiz. Birinchi savolga aytyaptiki, elektr sig'imini birligi nima? Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Elektr sig'imini birligi bu o'lim sharafida faradlarda o'lchanadi. Beramiz. Massasi 4 kilogramm. 6 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanayotgan jism deyapti. Rasmga ko'rsatilgandek tushmoqda. Uning og'irligi, ya'ni vaznini topish so'ralyapti. Bu yerda kosinus alfa 0.6 ekan. Mana rasmni ko'rib turibsizlar. Mana rasm. Ishlanadi. Faraz qilinglar mana. Jism. Mana bu uning tezlanishini yo'nalishi. Ya'ni A. Tezlanish yo'nalishi. Mana tik pastga yo'nalgan esa jismni erkin tushish tezlanishi. J ni yo'nalishi tik pastga-ku. Bu J. Bu J ni yo'nalishi. Mana bu burchak qanaqadir phi desak, phi burchak desak, endi bu phi burchak nima? Orasidagi burchak. Bizga A bilan J orasidagi burchak ma'lum bo'lsa, jism og'irligini quyidagi formula bilan aniqlaymiz. P barobar M o'zi jism og'irligi qanday bo'ladi-da? Jism og'irligi yo'nalishi mg vektordan ma vektorini ayirganimizga teng. Nisbiy. Ya'ni mgdan ma'ni ayirishimiz kerak. Buni mni qavsdan tashqariga chiqarsak, j vektor minus a vektor qoladi. Demak, buni skalyar ko'rinishda yozmoqchi bo'lsak, ildiz olamiz. Kosinuslar teoremasiga qo'yamiz. J ni kvadrati plus a ni kvadrati minus 2aj. Endi kosinus phi bo'ladi. Ya'ni phi burchak aytdik. A va J orasidagi burchakdir. Ildizni yopamiz. Tenglik qo'yib hisoblasak bo'ladi endi. Bemalol hisoblasak bo'ladi. Lekin shu phi burchagimiz nimaga tengligini bilishimiz kerak-da rasmda. Rasmga e'tibor qilasizlar mana. Tik pastga tushirib bo'ldik. Bu J bizda shuna. Bu J ni yo'nalishi. Mana bu yerda A ni yo'nalishi. A 6 metr taqsim sekund kvadrat degan. Mana bu alfa burchak mana. Bizga bergan alfa kosinus alfa 0 deb mana shu alfani berganda. Bu burchak. Mana bu yer nimaga teng? 90. Bu alfa burchak bo'lgan uch burchakning ichki burchaklar yig'indisi nimaga teng? Mana phi bo'lsin kelinglar. Alfa plus phi plus mana bu 90 teng nimaga? Ichki burchaklar yig'indisi 180 ga. Shuna phi topsak nimaga teng bo'ladi? 90 navbat nima? Kosinus phi ni topishim kerak. Kosinus phi deyman. Nima bo'ladi? Kosinus 90 minus alfa. Pi taqsim 2 minus alfa. Keltirish formasi kosinus pi taqsim 2 ga sinusga o'zgaradi, ya'ni sinus alfa bo'ladi. Demak, kosinus phi bizga sinus alfaga teng. Bizga kosinus alfani bergan 0.6 deb. Sinus alfani qanday topaman? Sinus alfa barobar deyman 1 minus kosinus kvadrat alfaga. Ildiz olishim kerak shuna. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Demak,
buni hisoblasak bizga 0,8 chiqadi. Bilamiz-ku, kosinus alfa 0,6 bo'lsa, sinus 0,8 ga teng. Endi kosinus fini o'rniga sinus alfa yozsam bo'ladi. Mana bu demak fini o'chiraman. Fini o'chiraman. Kelinglar shu yerga sinus alfa deb yozay. Yoki tushunmay qolishlari mumkin. Kosinus filigicha tursin. Tushundingizmi? Kosinus fi bu yerda sinus alfaga teng. O'rniga aytib qo'yib hisoblaymiz. Demak, massasi 4 kilogramm. Ildiz oldim. J ni kvadrati 10 ni kvadrati plus a ni kvadrati 4 ni kvadrati minus 2aj 2 ko'paytirilgan 6 12 j 10 ga teng 120. Kosinus alfa sinus alfa dedik 0,8 0,8 8 ildizda oddiy umuman olganda bilishimiz kerak. Vazni qaysi formula bilan topilishini. Bo'lgan elektr zanjiri mana R1, R2, R3. Demak, R1 bilan R3 teng ekan. 5 ohmga teng. Amper metrning ko'rsatkichi 6 amper. Amper metr nimaga ulangan? Qaranglar. R3 qarshilik R2 qarshilikdagi quvvatni toping. Mana bu yerdagi quvvatni topishimiz kerak. Bu uchun nima qilamiz? Bu uchun birinchi navbatda biz qaranglar. Ana bu uch qanday ulangan? Parallel. Demak, ikkalasida kuchlanishlar teng. Kuchlanishni hisoblaymiz. Biz bilamiz, oddiy. U3 ni hisoblab bilamiz hozirgi. R3 ni ko'paytirishim kerak. Chunki R3 ga ketma-ket qilib amper metr qo'yilgan dedik. Demak, yozamiz. R3 5 ko'paytiraman 6 30 volt. Demak, U3 shunga teng. U2 ham nimaga teng? 30 ga teng. Shuni umumiy mana umumiy kuchlanishi ham ana umumiysi ham demak 30 R2 R1 va mana ketma-ketda nima bo'lishi kerak? Kuchlanishlari yig'inni bo'lishi kerak. U umumiy uni o'zi deylik. U umumiy desak ham bo'ladi. U1 plus U2 yu 3 ni yig'indisiga teng. 30 volt deymizda. Chunki parallelda umumiy. Endi qaranglar, umumiy kuchlanish nimaga teng? Umumiy kuchlanish 90 ga teng. Demak, 90 barobar U1 plus U2 3 30. Ko'rinib turibdiki, U1 oltmish voltga teng. U1 oltmish voltga 60 volt. 60 voltga teng. Endi qancha tok o'tadi? Qancha tok o'tadi? Uchun nima qilamiz?
I1 deyman. R1dan o'tadigan tok kuchini topmoqchi eman. I1 barobar R1 deb yozsam bo'ladi. U1 ma'lum oltmish bo'lingan R1 5 12 12 amper tok o'tarkan. 12 amper. Endi eng bunaqa joyga keldik, qaranglar-da. Mana bu yerdan mana shu qizil bilan qilay. Mana 12 amper tok o'tibdi. Mana shu qismdan 12 amper. Endi qarang, R3 bilan R2 dedik. Kuchlanishlari teng. Kuchlanish teng. Kuchlanishlari endi kuchlanish nimaga teng? I kara R dedik. Ana bu amper metrdan qancha tok o'tyapti? Amper metrdan 6 amper. 6 tok. Demak, ana bu R2 qarshilikdan ham qancha tok o'tarkan? Mana shu 12 amper 2 ga bo'linadi. Demak, R3 dan o'tadigan 6 amper ana bo'lsa, demak R2 dan ham nima o'tadi? 6 amper tok o'tadi. Demak, R2 qarshilikdagi demak P2 barobar demak I2 nimaga teng? Kuchlanish U2 30 ga teng. 6 kara 30 180 vaqt. Demak, to'g'ri javob A kalitda ko'rsatilgan. Qiyin emas. Bitimga bemalol sertifikat yo'g'idaman ishlab chiqsa bo'ladi. Keyingi masalaga e'tiborlaringizni qaratasizlar. Vodorod atomida 4-statsionar orbitadagi 5-statsionar orbitadagi impuls so'ralyapti. O'zi impulsni qanday topardik? Mexanikadan ham impulsni P barobar M V formidan topardik. Endi faqat mana shu yerda tezlik. Endi statsionar orbitadagi elektronni tezligini topish uchun Vn eslaringizda bo'lsa formulaga qo'yib hisoblaydi. Ya'ni birinchi orbitadagi n'inchi statsionar orbitaga bo'lsa, o'shancha marta kamayardi. Endi shunga qo'yamiz. Demak, P2 M kara V2 ga teng. V2 ni o'rniga nima yozaman? V1 taqsim 2 yozdim. Shu P2 ni o'zi ham nimaga teng? P ga teng. Chunki aytganku, ikkinchi statsionar orbitadagi impuls P ga teng deb. P ga tengligi turaversin. Mana P. Endi 5-chi P5 deyman. Bu nimaga teng? M V1 taqsim 5. Ikkalasini nima qilaman? Ikkalasini bo'lib yuborishim mumkin. Yoki ana bu ana P barobar M V1 taqsim 2 ku. Shundan M
V1 ni topsam bizga 2 P'ga teng bo'ladi. O'rniga aytib qo'yamiz. Taqsim 5 ku, demak 2 P taqsim 5 ekan. Bunaqa qilsak ham bo'ladi. Demak, to'g'ri javob 2 P taqsim 5. A javobda ko'rsatilgan. Tushundingizmi? Oddiy. Endi 5-si rasmda berilgan o'tkazgichdan I29 amper tok o'tayotgan bo'lsa, 9 amperdan qanday masofada natijaviy magnit induksiyasi 0 ga teng bo'ladi debdi. Endi qaranglar-da. Bizdan ketuvchi ekran tomonga ketyapti. Bunda nima bo'lardi? Parmani shunday burashimiz kerak. Parmani ilgarilanma harakati tok yo'nalishini ko'rsatadi. Ya'ni uchi ekran tekisligiga kirishi kerak va uning aylanma harakati induksiya yo'nalishini ko'rsatadi. Mana shunday desak, buni bunday aylantirishimiz kerak, shuni. Mana shuni aylantirsak, asta-asta qayerga boradi? Tok yo'nalishini ko'rsatadi. Mana shuni aylantirganimizda. Mana shuni aylantirganimizda shuni. Demak, bu ham endi keyingisiga e'tibor beraylik. Buni qana aylantirishim kerak desa, buni ham shunday aylantirishimiz kerakki, mana qo'limizda ruchka bo'lsa, parma desak ham bo'ladi. Shuni aylantirishimiz kerakki, tok yo'nalishi, ruchkamizning uchi tok yo'nalishini ko'rsatadi va ekranga qarab ketishi kerak. Bu uchun parma mana bunday aylanadi. Yo'nalishda. Endi shu nuqtani olaylik. Mana bu nuqtani olaylik. Mana shu nuqtaga mana bu I1. Mana bu I1. I2 tok 9 amperga teng. I1 tokni induksiyasi qaysi yo'nalishda bo'ladi? Qaranglar. Pastga. Mana bunday bo'ladi. Mana bunday. Ya'ni bu nima? B2nikichi mana B2. B2ga qarang, mana bunday. Yoki mana bunday. Mana bunday bo'lishi kerak mana. Mana shunday aylanadi tok. Bak mana bunday. Bu B2. Mana shu nuqtaga 0 bo'lishi mumkinmi? Chunki ikkita induksiya vektori qarama-qarshi yo'nalgan. Demak, shu nuqta desak, B natijaviy, demak, o'zi nimaga teng bo'ladi? B1 minus B2 ga teng. 1 bilan B2 bir-biriga teng bo'lsa, 0 ga teng bo'lishi mumkin. Demak, shunday yozishimiz mumkinki, 0 bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Bir-biriga teng bo'lishi kerak. Endi to'g'ri tokning induksiyasi qanday topiladi deyishlaringiz mumkin. To'g'ri tokning induksiyasi B1 mu 0, yani mu 0 deylik. Mu 0 I taqsim 2 pi r formadan topiladi, shuni. Endi qaranglar-da. Mana bu masofani
D1 deb olaman. Qara, R1. Mana bu masofa R1. R1 ga R2 ni qo'shganim 304 ga teng. Tushundingizlarmi? Umumiy R1 plus R2 304 ga teng. Endi qaranglar, birinchisi uchun yozsam, B1 uchun yozsam, mu0 ko'kkuchi I1 bo'lingan 2 pi R1. R1 ni R1 desam, R1 desam, 2 2 pi R2. Endi e'tibor beringlar, mu0lar 2 pilar ketsa nima qoladi? I1 taqsim R1 teng I2 taqsim R2 qoladi. Shunday? I2 taqsim R2 qoladi. Endi mana shuni yozamiz. Yozishimiz kerak. Qaranglar. I1 8 ga teng. R1 teng. Kelinglar, R1 ligicha tursin. R1 ligicha tursin. R1 ligicha tursin. I2 9 ga teng. R2 ni nima deb yozaman endi? R2 ni R1 plus R2 qarang. Topmoqchi bo'lsam 34 minus R1 deyishim kerak-da, shuni. 34 minus R1. Kelinglar. Bizda R1 ni topishimiz uchun 34 minus R2, 34 minus R2 9 taqsim R2. Bizda o'zi R2 ikkinchi o'tkazgichdan degan qanday masofada? R2 so'ralganda o'sha uchun shuni yozdik. Demak, shundan R2 ni topadigan bo'lsak, 18 santimetr chiqadi. Demak, C kalitda to'g'ri javob ko'rsatilgan. R2 so'ralgan, ya'ni mana bu masofa so'ralgan edi bizda savolda. Demak, shuni ishlaymiz. Endi keyingi masalamiz 6-si. Bog'lanish grafigi qancha vaqtda boradi? Mana A nuqta, B nuqta ko'rsatilgan. Qancha vaqtda boradi deyapti. Demak, bu uchun nima qilamiz? E'tibor berasizlar. Sinusial demak garmonik tebranyapti. Sinus qonuniyati bo'yicha, chunki 0 dan 0 ga teng. X barobar A qanaqadir amplitudaviy qiymat va sinus omega t. Qonuniyat bo'yicha tebranyapti. Endi e'tibor qilinglar. X 3 bo'lgan. Amplitudaviy qiymati nima? 6 mi mana? Amplituda 6 ga teng. 6 sinus omega t. Şimdi shundan sinus omega t'ni topsak nima bo'ladi? Sinus omega t'ni topsak 1 taqsim 2. Shuna? 1 taqsim 2. Omega t'ni topsak, sinus alfa desakda omega t'ni. Sinus alfa qachon 1 ga tengda? 1 taqsim 2 ga teng. 30 gradusga, ya'ni pi taqsim 6 ga. Omegani nima deyishim mumkin? Omegani 2 pi taqsim davr deyish. Hisoblasak, demak 2 pi taqsim davr kara t teng pi taqsim 6. Shundan demak pilar qisqarib ketadi. Vaqtini topsak, t'ni topsak nimaga teng bo'ladi? Endi qaranglar. Mana bu yerdan, mana bu nuqtadan bu yer 12 mana.
Demak, davr nimaga teng? 12 ga teng. Yoki bilmasalaringiz qaranglar nima qilasizlar. Ikkita do'nglik orasidagi masofa deb mana bu yer 3 na, mana bu yer 3 mana. Oltin o'rtasi 3. 18 bo'lsa 12 bilan 18 ni orasida demak 6 taku, 6 taku. Mana bu yeri 15. Mana bu 15. Ikkita do'nglik orasidagi masofa desak 15 u 3 orasi bo'libdi-da. Sizlar o'rgangansizlar mana bu masofa bir davr deb. Mana kun bor, kunga teng. 12 ni 12 ga bo'lamiz 1. Endi bu nima? Ha, bu yergacha ana qaranglar-da. A gacha 1 sekundga kelgan. A gacha 1 sekundga kelgan. Boshlasa B gacha 6 sekund bo'lsa, tushunyapsizlar? Endi A dan B gacha qancha bo'ladi? 1 dan 6 gacha-da, shuna? A 1 ga to'g'ri kelibdi, B 6 ga. Orasida demak 5 sekund. Demak, to'g'ri javob 5 sekund ekan. Tushundingizlar? Savolda aytibdi, A nuqtadan B nuqtagacha qancha vaqtda boradi? O'zi 0 dan B gacha 6 sekund, A 1 dan boshlanibdi, ana A nuqta 1 sekundga to'g'ri kelib, demak A dan B gacha 5 sekund. D javobda to'g'ri javob ko'rsatilgan. Endi keyingi masalaga e'tiborlaringizni qaratasizlar. Yarim yemirilish davri 2 soat bo'lgan preparatning yarim yemirilish doimiysini toping deb savol beribdi. Demak, bunda yarim yemirilish doimiysini formulasini yaxshi bilamiz. Lambda barobar ln 2 ta ln 2 taqsim ln 2 ni taqriban 0.7 deb olish mumkin. 0.7 deb olsak, demak 2 ga bo'lamiz. 0.35 birligiga e'tibor qilinglar. 1 taqsim soat. Juda 8-chi savolga e'tiborlaringizni qaratasizlar. Vodorod atomi elektron 4-chi statsionar orbitada aylanmoqda. Uning impuls momenti nimaga teng? Impuls momenti n kara h belbog'cha. Shunami? Barobar deyman. 4 kara h belbog'cha h taqsim 2 pi ga teng. Shunami? 4 bilan 2 qisqarsa nima bo'ladi? 2h taqsim pi bo'ladi. Qaysi javobda? B kalitda ko'rsatilgan manimcha mana. Mana 2h taqsim. Juda oddiy masala. 9-si. Demak, moddaning massasi oltin. Massasi qanday o'zgaradi?
Moddaning massasi 6 marta kamaysa, uning molyar massasi. O'zi modda miqdori qanday topiladi? M taqsim mu shuna. M taqsim mu. Moddaning massasi 6 marta kamaysa, 6 marta mu'ni topaylik. Qaranglar, mu'ni topsak nimaga teng bo'ladi? M taqsim mu. Shuna. Birinchisiga qaranglar. Bu nu ham 6 marta kamayadi, shuna. Ya'ni aytmoqchimanki, moddaning massasi kamaygani bilan uni masalan elish jadvalda berilgan. Uni massasini unaqa qilib, molyar massasini o'zgartirib, massasini masalan kamaytirsak, modda miqdori ham o'shancha kamayishi mumkin. Lekin u molyar massaga ta'sir qilmaydi, ya'ni o'zgarmaydi. Dekalitda ko'rsatilgan. Keyingi savol, demak, jism tezligi shu qonuniyat bo'yicha o'zgarmaydi. 2 sekunddan keyingi oniy tezligini toping. Juda oddiy, tengni o'rniga 2 ni qo'yib hisoblashimiz kerak. Demak, var 5 plus 10 25 taqsim sekund. Qayerda ko'rsatilgan? Mana belgilab olamiz. Mana. Endi 5,7 metr uzunlikdagi silindrik idish suv bilan to'ldigan. Idish tubidan 1,65 metr balandlikda jo'mbirak o'rnatilgan. Agar jo'mbirak o'chib bo'lsa, unda qanday suv tezlik bilan o'tib chiqadi? E'tibor berasizlar, mana bu demak ish faraz qiling, mana shu idish. Idish. Endi qaranglar. Mana bu yog'i 5,7. 5,7. Endi jo'mbirak idish tubidan 1,65 metr jo'mbirak o'rnatilgan ekan. Mana bunda. Tezligini topishimiz kerak. Mana bu masofa 1,65 ga teng. Bir butun h bo'lsa, h desak mana bu masofani shu h nimaga teng? H endi 5,7 dan 1,65 ni ayirganimizga tengda. 5,7 minus 1,65. Bu bizga bo'ladi 4,05 metr. Endi qaranglar. Bu yerdagi tezlik qanday topamiz? H metr chuqurlikda. Demak, bosim nimaga teng?
Rho J H gidrostatik bosim. Shu nimaga teng bo'ladi? Dinamik bosim bo'lsa qoladi rho v kvadrat taqsim 2 ga. Shundan v ni topsak 2JH o'zimiz biladigan formula yordamida chiqar ekan. Demak 20 ko'p 5 ildizda. Buni hisoblaydigan bo'lsak 9 metr taqsim sekund chiqar ekan. A kalikda to'g'ri javob ko'rsatilgan. Endi keyingi masalaga e'tiborlaringizni qaratasizlar. 12-masala. Demak, 7800 paskal necha kilopaskal debdi. O'zi kilo 6 qo'shimcha 10 darajasi 3 ga teng. 10 darajasi 3. Endi 7800 paskalni kilopaskalga yozishim uchun ana buni yozishim kerak-da. 8 10 darajasi 3 deb. Keyin bu bizga nima bo'ladi? 7800 bo'ladi. Demak, mana bu 10 darajasi kilo degan. Bu uchun to'g'ri javob B. B kalikda to'g'ri javob ko'rsatilgan. To'rt dioptra bo'lgan yupqa linzaning fokus masofasi aniqlansin debdi. O'zi, demak, optik kuchi 1 taqsim fokus masofani so'ralsa, fokus masofasi nimaga teng bo'ladi? 1 taqsim D ga. Demak, 1 taqsim 4 bizga 0.25. Buni santimetrga o'tkazmoqchi bo'lsak, 25 santimetr bo'lar ekan. Endi keyingi masalamiz. E'tiborli bo'lasizlar. Rasmda ko'rsatilgan kabi 1500 kilogramm massali sterjin ikki tayanch ustida muvozanatda turibdi. Uning o'ng tayanchga beradigan bosim kuchini toping debdi. Mana bu-da o'ng tayanch mana. Mana shu tayanch yo'q deb faraz qiling. Mana shu tayanch yo'q o'zi. Tayanch yo'q. Tayanch yo'q. Shu tayanchni o'rniga mana bu faraz qilaylik. Shu n2 so'ralyapti bizga. n2 so'ralyapti. Endi qaranglar. n2 bo'lsa mana bu yerda uning nimasi bor? Og'irlik markazi bor. Mana bunday mg bor-da, sterjinning og'irlik markazi mana bu. mg
Endi qarang. 6. Mana bu qism 6 ga tushishi kerak-da. 4 bilan 8 12 o'rtasiga bo'lsa 6 degan qismda tushishi kerak. O'zi mana bu yergacha 4 bo'lsa, mana bu yog'i bizga nimaga teng? Mana bu. Mana bu yog'i 2 ga teng. 2 metrda ikkala tomonga 6 bo'lishi kerak-da. Massa markazi teng o'rtasida bo'ladi-ku. Endi qaranglar, momentlar bu mg soat strelkasiga aylantiribdi. mg qaranglar, mg soat strelkasiga umuman olganda qaranglarda nima qilamiz? Momentlar qoidasidan foydalanamiz. Bu mg shuni momenti bilan n2 shuni momentini tenglashtiramiz. Tushundingizlar? Bu mg soat strelkasi bo'yicha aylantiribdi, n2 soat strelkasiga qarshi aylantiribdi. Demak, n2 ko'paytirilgan l teng mg ko'paytirilgan l1. Endi qaranglar, l2 ni o'zini yozaman. L2 ni o'rniga qaranglar, N2 dan tayanchgacha bo'lgan masofa. Mana bu tayanch, mana bu tayanch. 8. Tushunami? 8. mg nimaga teng? 1500 kara demak 3. L endi yelkasi qancha? mg qo'yilgan nuqtadan tayanchgacha 2 metr. 2 ni topsak bizda 3750 Newton chiqadi. Demak, o'ng tayanchga beradigan bosim kuchi mana shu. Manimcha A kalitda to'g'ri javob ko'rsatiladi. 15 milliy sertifikatda ham tushdi. Demak, asos hujjasi 25 santimetr kvadrat bo'lgan 10 gramm massali cho'kmaydigan silindr suvga butirib qo'yib yubordi. Bizim tebraning siklik chastotasini toping debdi. Buni qanaqa hisob? Buni hisoblashimiz uchun silindrik jismni suvga butirib qo'yib yuborilganda qo'shimcha Arximed kuchi paydo bo'ladi. Qo'shimcha Arximed kuchi F Arximed sirih deylik. Shuni m ga tenglashtirib topamiz. Demak, rho suyuqlik F Arximed kuchini yozsak-da. V botgan kara J. MA. Endi V botgan. Qaranglar, rho suyuqlik V botganni o'rganib yozaman. Qara, qanchadir amplitudaga tebranadi-ku. O'sha amplitudasi botadi-da. Qanaqadir delta x amplituda. Qara J teng MA. A ni o'rniga omega kvadrat. Qara, nima? O'sha amplituda delta x. Delta x lar qisqarib ketdi. Demak, omegani topsak nima bo'ladi? Rho suyuqlik yuza J ko'paytirilgan J mahrajda M. Ildizda.
Demak, shuni hisoblasak bo'ldi. Shuni hisoblasak mega rho suyuqlik S G taqsim M. Shu ildizda. Buni hisoblasak 10 darajasi 3, yuzasi 25. Mahrajda massa 10 gram. Ya'ni 10 ko'paytirilgan 10 darajasi -3. Yozamiz kilogramm. Shu ildizda. Demak, shuni hisoblashimiz kerak. 10 darajasi -1. Radian taqsim sekund chiqar ekan. A kalit. Endi qaranglar-da, endi sizlardan so'rashi mumkin, tushishi mumkin. Davrani top deb. Omegani topinglar-ku, davrani topish oddiy. Demak, omega o'zi 2pi taqsim davrga teng-ku. Demak, shundan tengni topib bo'lsa sразу 2pi. Keyingi savollarda demak davrni topishni o'rganish mumkin. Demak, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. O'rganib chiqinglar, foydasi tegadi. Sog' salomat bo'lasizlar.